hukumatda sarida bo'lakanlar hammasi ulamolar, talabalar, hammasi o'z avlodlaringiz. Alhamdulillah bugun bu viloyat Taxorda har kunji har atrof viloyati Taxorda alhamdulillah o'z avlodlaringiz yaxshigina vazifalarni unga olib boryaptilar. Sizlar mutanaffizin qavmlardan va ulamolardan va mashoyixlardan va javonlardan bir narsa taqozam borki, u taqozam shuki, shab bo'layotgan personali hukumat va asokir hukumat va mujohidin hukumatiki sizlarning sohalaringizda yashaydi. Ular kecha hukmda sizlarning payralaringizga masruf va sizlarning amniyatlaringizga masruf va sizlarning obro'y haysiyatlaringizning va hifozat qilishlikka masruf va shular bilan hamkor bo'ling va shularga mutavajji bo'ling va shularga hamma vaqt kecha kunduz har bir nafar muxolifning har bir kunji qariyalaringizda ko'rsanglar, ularga ahvol beringlar, ular bilan hamohang bo'linglar. Vaqtiki u vaqt mantiqa amniyat bo'ladiki, millat o'z hukumatiga hamkor bo'lsa, u joydagiki mas'ul qo'mondoni amniya, volisval, mudir istig'forot va g'ayri mas'uliniki har joydan borgan. Sizlar millat u mantiqaga baladsizlar. Sizlar mutanaffizina arbob va qariyador qavm sizlar baladsizlar. Va sizlardan taqozam shuki, har bir muxolifi, har bir javoni muxolifning va sizlar ularga ma'rifa qilinglar. Ular shariatga tavshirsinki, toki shariat ular bilan va muvofiq shariatga faysala qilsin. Alloh Robbul Izzat hammamizga tavfiq amal bersin.